Do'stlar, bo'yni ko'rdingizmi? Oqshomgi bo'y. Asosan Jasur Taysonga muxlislik qilib, Jasur Tayson uchun ko'rgan edim. Qolganlarni to'g'risi ko'p tanimayman ham, qiziqishim ham yo'q. Jasur Tayson gap yo'q, lekin o'zgarishlar bor. Oldinga qaraganda texnik nokaut qilib, yana o'z raqibini dang solib nokaut qilib tashladi. Ko'rgan bo'lsangiz agar, va oldingi bo'yda ham xuddi shunday kallasini yegib olib, agar uru bitta qo'yib jag'indagidan u bo'yda ham nokaut qilgan raqibini, gap yo'q, lekin malades. Mana shunday chiroyli manzaralar, chistaya priroda. Endi aylanib mazza qilib yuribmiz. Tojikistonlik muxlislardan Jasur Taysonga dushi salom. Gap yo'q, ammo gazini bo'lsa mana shunday g'alabalar, muvaffaqiyatlarni tilab qolamiz. Jasur Tayson endi oktagonga kelgan vaqtlari o'zimni bir ham qishlog'im vizib tashlagan edi. Jasur Tayson qabul qilmaganda, o'shandan keyin Jasur Taysonga muxlislik qilib, videolarni kuzatib borib, holigacha mana muxlislik qilamiz, gap yo'q lekin. Agar balkim shu vaqtda vizib qabul qilib, bo'y qilishganda, o'z ham qishlog'imga muxlislik qilgan bo'lardim. Jasur Taysonni bilmadim, balki muxlislik qilmagan bo'lishi ham mumkin edi. Mana shunday gaplar do'stlar. Salomat bo'ling. Videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib, poddesh qilib ketinglar.